Andijonda mototsiklchilarga pichoq bilan tahdid qilgan shaxs qamoqqa olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda mototsiklchilarga pichoq bilan tahdid qilishda sarlavhasi bilan tarqalgan video xabarda aks etgan holatga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan oydinlik kiritilib, ushbu nojo'ya harakatlarni sodir etgan shaxsning xatti-harakatlariga huquqiy baho berildi. Muhim yangiliklarni birinchi bilishni istaysizmi? Unda kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 112-moddasi 1-qismi, 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Jinoyat ishi Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan nazoratga olindi. Kecha soat 11larda Orzu zapravkani yonida razvednoy pivoga bordim. Ichdim 2 bokal pivo, shashlik oldim. Mos holatda qoldim. Undan oldin ham ozgina spirtnoy ichimlik iste'mol qilganim uchun asherda turgan tovalarda oldida turgan tig'li mahsulotda qurolni olib, belimga solib, yo'ldan taksi chaqirdim. Taksiga tashab qo'ying dedim. Orqasidan bizni Lenskiy ko'chaga olib borganda, o'zimizni Andijon shaharida Lenskiy ko'chaga borganda mototsiklda turganlarga nimaga sizlar tez haydayapsizlar deb hayot uchun xavfli bo'lgan pichoqni ko'tarib tahdid qildim. Mana shu qo'limda bo'lgan, o'zimdagi bo'lgan sovuq qurol bilan ularga tahdid qildim. Spirtli ichimlik iste'mol qilmanglar, sovuq qurollar ko'tarib yurmanglar, oilalarga, o'zingizlarga ziyon qilib qo'yasizlar. O'zbekiston xalqidan, Andijon xalqidan meni kechirishinglar so'rayman. Qilgan ishimdan mingdan ming pushaymonman.